Ayol kishini oldiga 100 ming qo'ying, mana bitta tajribada. Ayol kishini yoniga 100 ming qo'ying, so'mkasida 1 million tursin, o'zini puli. Qaysi birini ishlatsan maza qilasan? O'zingni 1 million pulingnimi yoki ering bergan 100 mingnimi deyinda, mana endi uylanib, erim bergan pul boshqachada baribir deydi. Maza qilib ishlataman, erim bergan pul baraka bor deydi. Alloh ayol kishining tabiatiga shuni o'zi joylab qo'ygan. Erini pulini ishlasa maza qiladi, o'zini pulini ishlasa unchalik maza qilmaydi. Kayf qiladi, erini pullarini ishlatsa maza qiladi. Kayf qiladi, rostdan. Sekin bilasizlar, qora gap o'shanda to'g'ri aytgan ekan. 1 million berib chiqarib yuboring-da, qayergadir borib kelsin-da. 500 ming ishlat, yarmini ishlating, yerga qarab kirib keladi. Bitta narsa ko'rib qoldim, olib bordim 1 million, hammasi ishlab ketdi. Yana 500 ming qarz olib oldim, bering dadasi. Nima, ayol kishiga erini pulini ishlatish maza qiladi. Yoqimlik. O'shanda sizni yaxshi ko'radi. Erim zo'rda deydi, zo'r pul beradi. Yo, bu bor narsa bu. Bor narsa.